ayol uchun suv va havodek judayam zarur bo'lgan Atomidan Supara Queen tabletkasi haqida tushuntirib o'taman. Bu kompaniya mahsulotlarni o'zi ishlab chiqarmagan. Koreya davlati bu mahsulotlarni ishlab chiqarib kompaniyalarga tarqatadi. Eng kuchli, yaxshi ketadigan kompaniyalarga tarqatadi. Chunki bu dorini o'z egalariga yetib borish uchun mahalliy reklama orqali tarqatadi. Men bu dorini 30 yoshdan o'tgan ayollarimiz uchun tavsiya qilaman. Chunki 30 yoshdan o'tgan ayollarimiz bachadonlari slabiy bo'lib, sariq suvli kelib, kista, miyomiga moyillik va bachadonning ichi ajinlarga to'lib qariyotgan bachadonga tavsiya qilinadi. Bu dori ko'rinish mana bunaqa holatda 120 ta dori 2 oylik iste'mol. Har kuni ertalab 2 dona, zavtridan so'ng, kechqurun ujindan so'ng 2 dona. Bu dorini ichganingizdan so'ng 3 kundan keyin menstruatsiyadan qolayotgan ayollarimizni menstruatsiyasini ko'pgina qilib yaxshi keltiradi, bachadonini tozalaydi, harom qonlarni umuman chiqarib, qip-qizil qon qilib qayta ishlab chiqaradi. Keyin tuxumdonni urug'lantiradi. 30 yoshdan o'tgan ayollar, 39-38 yoshdagi ayollar organizm yangilansin deb homilador bo'lishni xohlagan ayollarimiz uchun tavsiya qilaman. Tuxumdonni urug'lantiradi, menstruatsiyani ko'p keltiradi, ayollarning kayfiyatini ko'taradi, stressni oldini oladi. Uyingizda o'tirganingizda, har bir o'tirganingizda o'z-o'zidan jahli chiqish, qanaqadir bosh og'riqlari, qanaqadir holsiz holatlar bo'lsa, kayfiyatni ko'taradi, energiyani kuchaytiradi. Keyin hissiyotni kuchaytiradi. Bu asosan ayollarimizni sezgi organi o'layotgan ayollarimiz uchun tavsiya qilaman. Bu juda ham kuchli dori. Menstruatsiyani bir kunda kelib, yana bir kun to'xtab, yana bir kun kelib, yana bir kun to'xtayotgan ayollarimizga tavsiya qilaman. Bu dori menstruatsiyani birdaniga 3-4 kun to'liq kelishiga sabab bo'ladi. Bu juda ham kuchli Koreya mahsuloti, natural, kimika aralashmagan tabiiy mahsulot. Juda ham kuchli dori bu. Biodobavka, odam oyog'i izi yetmaydigan o'simliklardan tayyorlangan. Juda ham kuchli dori. Ichgan odam 3-4 kunda o'sha deyarli natijasini oladi. Bu dorini 30 yoshdan o'tgan ayollar ichgandan so'ng sheriklariga bemalol tavsiya qila oladi. Chunki bu dorini 3 kundan so'ng ta'sirini 100% sezadi. Menstruatsiyani ko'p keltiradi, bachadonni urug'lantiradi, keyin mana bu sariq suvlar kelishini oldini